Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiluvchi, shu qatorda oilaviy byudjetingiz uchun muhim bo'lgan ma'lumot. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti tizimida ba'zi jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar natijasida ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni nadbavkalarni ola olmay qolish xavfi ostida turibdilar. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar sizda ma'lum hujjatlar bo'lmasa, sizga qo'shimcha nadbavka umuman hisoblanmaydi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu rasmiy ma'lumot, rasmiy talab. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bu ma'lumot har biringizga tegishli. Siz pensioner bo'lasizmi? Yaqinlaringiz orasida pensionerlar bormi? Farq yo'q. Bu mavzu har birimizni qamrab oladi. Videoni boshlashdan oldin iltimos, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoga like bosing, toki ushbu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin. Muammoning mohiyati, avvallari va hozirgi holati. Aziz do'stlar, pensiya tizimi avvallari ancha sodda edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'pchilik keksa avlod vakillari eslashsa kerak, o'tmishda pensiya rasmiylashtirish va unga qo'shimcha imtiyozlar olish jarayoni biroz kamroq qog'ozbozlik bilan bog'liq edi. Asosan ish staji, yoshi va sog'lig'ingizga doir ma'lumotlar yetarli hisoblanardi. Misol uchun, bir necha yil oldin, agar siz nogironlik pensiyasini rasmiylashtirayotgan bo'lsangiz, asosiy tibbiy xulosalar va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning o'zi ko'pincha yetarli edi. Qo'shimcha nadbavkalar uchun ham, masalan, boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi bir nechta hujjat bilan ish bitardi. Jarayon kamroq shaffof bo'lgani sababli ba'zida to'lovlar noto'g'ri hisoblanishi yoki ayrim hollarda umuman asoslanmagan to'lovlar ham yuzaga kelishi mumkin edi. Bu albatta tizimda muammolar borligidan dalolat berardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan pensiya ta'minoti tizimini tubdan isloh qilish maqsadida bir qator qonunlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi pensiya hisoblash jarayonini shaffoflashtirish, har bir fuqaroga adolatli pensiya ta'minoti va nadbavkalar ajratilishini ta'minlash, shuningdek suiiste'molliklarning oldini olish. Endi har bir qo'shimcha to'lov, ya'ni nadbavka qat'iy ravishda tasdiqlovchi hujjatlar bilan asoslanishi shart. Bu degani, agar siz avvallari muayyan sababga ko'ra nadbavka olgan bo'lsangiz va bu holatni tasdiqlovchi hujjatni qayta taqdim etmasangiz yoki u yangi talablarga javob bermasa, siz ushbu nadbavkadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat yangi pensiya oluvchilarga, balki allaqachon pensiya olib kelayotgan va nadbavka oladigan barcha fuqarolarga tegishli. Sababi tizim eski ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqmoqda va har bir to'lovni yangi standartlarga muvofiq tekshirmoqda. Bu o'zgarishlarning ta'siri juda keng va jiddiy. Masalan, ba'zi pensionerlar farzandlariga qarayotgani uchun qo'shimcha to'lov olib kelgan bo'lsa, endilikda bolaning yoshi, oilaviy ahvoli va boshqa tafsilotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni muntazam ravishda taqdim etishlari talab qilinadi. Bu kabi o'zgarishlar shubhasiz bir tomondan tartibni o'rnatadi, ikkinchi tomondan esa ba'zi fuqarolar uchun noqulayliklar tug'diradi. Asosiy qismi batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Keling, endi eng muhim savollarga javob beramiz. Aynan qaysi hujjatlar sizga qo'shimcha nadbavka olishingiz uchun zarur va ularsiz nima sodir bo'ladi? Birinchi navbatda, ko'pchilik uchun ahamiyatli bo'lgan boquvchisini yo'qotganlik uchun nadbavka masalasi. Agar siz vafot etgan yaqin qarindoshingizdan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsangiz va unga qo'shimcha to'lovlar, masalan, qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlar yoki talabalar bo'lgani uchun nadbavka olayotgan bo'lsangiz, sizga quyidagi hujjatlar shart. 1. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi. Bu asosiy hujjat. U bolaning shaxsini, tug'ilgan sanasini tasdiqlaydi. Agar bolaning yoshi pensiya qonunchiligida belgilangan yoshdan oshgan bo'lsa, masalan, 17 yoshdan katta, ammo oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda ta'lim olayotgan bo'lsa, u holda keyingi hujjat kerak bo'ladi. 2. Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma. Agar farzandingiz 17 yoshdan katta bo'lsa va kunduzgi bo'limda ta'lim olayotgan bo'lsa, u holda har o'quv yilining boshida ta'lim muassasasidan berilgan uning kunduzgi bo'lim talabasi ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etishingiz shart. Bu ma'lumotnoma muhri va rahbariyat imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak.
Misol uchun, Toshkent davlat universitetining 2 kurs talabasi bo'lgan 19 yoshli nabrasi qaramog'ida bo'lgan bo'lsa, har sentyabr oyida shu ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshirishi shart. Aks holda shu oyning o'zidayoq nabrasi uchun berilayotgan 200 ming so'm miqdoridagi qo'shimcha nadbavka to'xtatilishi mumkin. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma agar bolada nogironlik bo'lsa, agar farzandingiz yoshdan qat'i nazar nogiron bo'lsa, uning nogironligini tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK xulosasini taqdim etishingiz shart. Bu xulosa muntazam ravishda qayta tasdiqlanib turilishi kerak. Bu hujjat hatto bola voyaga yetgan bo'lsa ham uning qaramog'ingizda ekanligini va uning uchun nadbavka olish huquqingizni saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchi turdagi nadbavkalar bu keksalik yoshidagi yolg'iz pensionerlarga yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarga beriladigan nadbavkalar. Bu yerda ham talablar qattiqlashgan. 1. Yolg'iz yashayotganlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Agar siz haqiqatdan ham yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz va uy xo'jaligida boshqa hech kim ro'yxatda turmasa, mahalladan yoki kadastr idorasidan berilgan shu haqidagi ma'lumotnomani taqdim etishingiz kerak. Bu ma'lumotnoma har yili yangilanib turishi talab qilinishi mumkin. Masalan, 75 yoshli Mavluda opa yolg'iz yashaydi va har oyda bu 2000 so'm qo'shimcha nadbavka oladi. Agar u har yilning boshida mahalladan yolg'iz yashayotgani haqidagi yangi ma'lumotnomani olib pensiya jamg'armasiga topshirmasa, aprel oyidan boshlab uning nadbavkasi to'xtatilishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi xodimlari Mavluda opaning vaziyatini avvalgidek deb hisoblashi uchun yangi tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. 2. Doimiy parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa. Agar siz nogironlik bo'lmasa-da, yoshingiz yoki sog'lig'ingiz sababli doimiy parvarishga muhtoj bo'lsangiz, shifokorlar komissiyasining rasmiy xulosasini taqdim etishingiz kerak. Bu xulosa ham ma'lum muddatga beriladi va uni muntazam ravishda yangilab turish talab etiladi. Bu holatda sizga 2000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Agar sizda bu xulosa muddati o'tib ketgan bo'lsa va yangisini taqdim etmasangiz, siz ushbu nadbavkadan mahrum bo'lasiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Albatta, yuqorida sanab o'tilgan nadbavkalarni oluvchi barcha pensionerlar xavotirlanishi kerak. Ayniqsa, quyidagilar qaramog'ida voyaga yetmaganlar yoki kunduzgi bo'limda ta'lim olayotgan talabalar bo'lgan pensionerlar. Yolg'iz yashovchi va shu sababli nadbavka oluvchi pensionerlar. Doimiy parvarishga muhtojligi tufayli nadbavka oluvchi pensionerlar. Nogironligi tufayli nadbavka oluvchi va uning muddati tugashiga yaqinlashayotgan fuqarolar. Pensiya turi yoki nadbavkaning sababi o'zgargan. Masalan, farzand voyaga yetdi, lekin hali talaba emas. Barcha holatlarda pensionerlar o'z hujjatlarini qayta ko'rib chiqishlari kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan faqat yoshi yoki ish staji bo'yicha hisoblangan, hech qanday qo'shimcha nadbavka olmagan pensionerlar, agar ularning asosiy pensiya huquqi bilan bog'liq hujjatlarida muammo bo'lmasa, xavotirlanishi shart emas. Chunki ularning pensiyasi mavjud me'yorlar asosida qo'shimcha talablarsiz hisoblanadi. Agar siz faqat yoshingiz yoki stajingiz uchun pensiya olsangiz va hech qanday qo'shimcha to'lovga ega bo'lmasangiz, demak, bu ogohlantirish aynan sizga taalluqli emas. Biroq shuni ham unutmangki, har doim o'z pensiya hisobingiz holatini tekshirib turish foydadan xoli emas. Hech kim hujjatlar va byurokratik xatolar xavfidan sug'urtalanmagan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidaning o'z istisnolar va nozik jihatlari bo'ladi. Pensiya nadbavkalari bo'yicha ham shunday. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Hujjatlarni kech topshirishning oqibatlari. Sizdan talab qilingan hujjatlarni belgilangan muddatda topshirmaslik nadbavkaning to'xtatilishiga olib keladi. Bu aniq. Ammo ko'pchilik bilmaydigan jihat shundaki, agar siz hujjatlarni keyinroq topshirsangiz, nadbavka sizga hujjatlarni topshirgan kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni oldingi oylar uchun qayta hisob-kitob qilinmaydi. Misol uchun, sizning farzandingiz uchun beriladigan ma'lumotnomani sentyabr oyida emas, balki dekabr oyida topshirdingiz. Sentabrdan dekabrgacha bo'lgan oylar uchun nadbavka berilmaydi. Faqat dekabr oyidan boshlab qayta tiklanadi. Bu siz uchun sezilarli moliyaviy yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni imkon qadar muddatidan oldin tayyorlash va topshirishga harakat qiling. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qanday hujjatlar qachon kerakligini oldindan eslatmasligi mumkin. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingizdir.
ikki xorijiy davlatlarda olingan hujjatlar ba'zi pensionerlarning farzandlari yoki qaramog'idagilar xorijiy davlatlarda o'qishlari yoki yashashlari mumkin. Bunday holatda xorijda olingan ma'lumotnomalar yoki guvohnomalar O'zbekiston Respublikasida tan olinish uchun legallashtirishi yoki apostil qo'yilishi shart. Bu jarayon juda murakkab va ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Apostil bu hujjatning haqiqiyligini tasdiqlovchi xalqaro standartdagi shtamp. Agar sizning qaramog'ingizdagi shaxs xorijda ta'lim olayotgan bo'lsa, u yerdan kelgan ma'lumotnomani shunchaki tarjima qilib olib kelsangiz, uni qabul qilishmaydi. Uni albatta tegishli tarzda legallashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu nuansni bilmaslik sababli ko'plab oilalar nadbavkadan mahrum bo'lishi mumkin. Bu holatda birinchi navbatda Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquq departamentiga murojaat qilish kerak. Hujjatlarni yo'qotish yoki ularning yaroqsiz holga kelishi, har qanday hujjatni yo'qotish unga zarar yetkazish yoki uning yaroqlilik muddati tugashi ham nadbavkaning to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Masalan, sizning farzandingizning tug'ilganlik guvohnomasi yaroqsiz hol kelgan bo'lsa, darhol yangisini olish uchun fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish (FHDYO) bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Tibbiy xulosalar esa ma'lum muddatga beriladi va uning muddati tugashidan oldin uni yangilashingiz shart. Bu holatda yangi hujjat olguningizcha nadbavka to'xtatiladi. Shuning uchun barcha hujjatlarning nusxalarini saqlash va ularning yaroqlilik muddatini nazorat qilib turish juda muhim. 4. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Pensiya nadbavkalari ko'pincha oilaviy ahvol bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, yolg'iz pensioner nikoh qurgan taqdirda uning yolg'iz yashash uchun beriladigan nadbavkasi bekor qilinadi. Yoki qaramog'ingizdagi bola o'qishni tugatib ishga kirsa, uning uchun beriladigan nadbavka to'xtatiladi. Bunday o'zgarishlar yuz berganda pensiya jamg'armasini darhol xabardor qilish sizning mas'uliyatingizdir. Agar siz bu haqda xabar bermasangiz va sizga ortiqcha nadbavka to'lanishda davom etsa, keyinchalik bu mablag'lar sizdan undirib olinishi mumkin. Bu esa jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ba'zida odamlarning yomon niyatidan emas, balki shunchaki xabardor emasligidan kelib chiqadi. Ammo qonun bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. 5. Elektron tizimlar va ularning cheklovlari. Hozirgi kunda pensiya jamg'armasi ko'plab ma'lumotlarni elektron tizimlar orqali oladi. Bu juda qulay. Masalan, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari, ish staji kabi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi. Biroq barcha ma'lumotlar ham bu tizimlarga kiritilmagan. Ayniqsa eski hujjatlar, kolxozlarda ishlaganlik stajini tasdiqlovchi hujjatlar yoki shaxsiy arxivdagi hujjatlar hali ham qo'lda taqdim etilishi kerak. Shuningdek, tibbiy ma'lumotnomalar yoki mahalladan olingan ma'lumotlar ham ko'pincha qog'oz shaklida talab qilinadi. Shuning uchun hamma ma'lumotlar onlayn bor-ku deb xotirjam bo'lmaslik kerak. Sizdan talab qilingan har bir hujjatni shaxsan o'zingiz olib borishingiz yoki elektron shaklda yuborishingiz kerak bo'ladi, agar buning imkoni bo'lsa. 6. Pensiya hisoblashdagi adolatsizliklar va shikoyat qilish tartibi. Ba'zida barcha hujjatlar joyida bo'lsa-da, sizga nadbavka hisoblanmay qolishi mumkin. Bu inson omili yoki tizimdagi xatoliklar tufayli yuz berishi mumkin. Bunday holatda birinchi navbatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma ravishda murojaat qiling. Murojaatda muammoning mohiyatini aniq bayon eting va sizning haqli ekanligingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Agar javob qoniqarli bo'lmasa yoki umuman javob olmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, Pensiya jamg'armasi Markaziy Adliya vazirligi, xalq qabulxonalari murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'lish va barcha yozishmalarning nusxalarini saqlash muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz nima qilishingiz kerak? 1. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Birinchi qadam. Tezda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga shaxsiy hisobingiz holati haqida to'liq ma'lumot berishlari kerak. Sizning qanday nadbavkalar olayotganingiz, ularning qaysi hujjatlar asosida hisoblanganligi va keyingi hisoblash uchun qanday hujjatlar talab etilishi haqida so'rab bilib oling. Shaxsiy pasportingizni olishni unutmang. Aniqlashtirish, sizga berilayotgan har bir nadbavka uchun qaysi hujjatni yangilash yoki qayta taqdim etish kerakligini aniq so'rang. Muddatlari bormi? Qanchalik tez-tez yangilash kerak? Har bir savolga yozma javob talab qilishga haqqingiz bor.
pensiya jamg'armasi xodimlaridan bu ma'lumotlarni yozib berishni iltimos qiling. 2. Barcha zarur hujjatlarni to'plang va tayyorlang. Ro'yxat tuzing. Pensiya jamg'armasidan olgan ma'lumotlaringiz asosida sizdan talab qilinadigan barcha hujjatlarning ro'yxatini tuzing. Masalan, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma yangi o'quv yili uchun TMEK xulosasi muddati 2024 yil dekabrda tugaydi. Mahalladan yolg'iz yashash haqida ma'lumotnoma 2024 yil uchun hujjatlarni tekshiring. Har bir hujjatning asl nusxasini toping, ularning yaroqlilik muddatini tekshiring. Hujjatlarda imlo xatolari yoki boshqa kamchiliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar hujjat eskirgan yoki noto'g'ri bo'lsa, uni almashtirish uchun tegishli idoralarga FHDYO, TMEK mahalla fuqarolar yig'ini murojaat qiling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan harakat qiling. Nusxalarni tayyorlang. Barcha hujjatlarning kamida 2 ta nusxasini oling. Asl nusxalarni hech qachon hech kimga bermang. Faqat ko'rsating. Pensiya jamg'armasiga faqat nusxalarni topshirasiz. Ularni esa xodim asl nusxa bilan solishtirib tasdiqlab oladi. O'tu. Hujjatlarni topshirish va qabul qilish haqida ma'lumot. Shaxsan topshirish hujjatlarni pensiya jamg'armasiga shaxsan o'zingiz olib boring. Qabul qiluvchi xodimga ularni qabul qilib olganligi haqida, qabul qilgan sanasi va o'z familiyasini ko'rsatib, sizning nusxangizga imzo qo'ydiring. Bu sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar keyinchalik muammolar yuzaga kelsa, elektron topshirish, agar imkoni bo'lsa, agar pensiya jamg'armasi hujjatlarni elektron tarzda qabul qilish xizmatini taklif qilsa, masalan, elektron hukumat portali orqali bu imkoniyatdan foydalaning. Elektron topshirilgan hujjatlar uchun ham sizga tasdiqlash xabari yoki elektron kvitansiya berilishi kerak. Buni saqlab qo'ying. Muddati. Hujjatlarni nadbavga to'lash muddati tugashidan ancha oldin topshirishga harakat qiling. Masalan, agar sizdan har yili sentyabr oyiga qadar ma'lumotnoma talab qilinsa, uni avgustda yoki sentyabrning 1-haftasida topshirganingiz ma'qul. Shunda hujjatlar ko'rib chiqilib, tizimga kiritilish uchun yetarli vaqt bo'ladi. 4. Navbatdagi harakatlar. Holatni tekshirish, hujjatlarni topshirganingizdan so'ng bir necha hafta o'tgach, pensiya hisobingiz holatini qayta tekshiring. Nadbavkangiz to'lanishda davom etyaptimi? Agar muammo yuzaga kelsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va vaziyatni aniqlashtiring. O'zgarishlar haqida xabar bering. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar oilaviy ahvolingizda, qaramog'ingizdagi shaxslarning holatida yoki boshqa pensiya nadbavkalariga ta'sir qiluvchi holatlarda o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasini darhol xabardor qiling. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Xulosa va yakuniy ogohlantirish aziz tomoshabinlar, bugungi videoda juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda tuting, pensiya nadbavkalarini olish huquqingizni saqlab qolish uchun sizdan talab qilinadigan barcha hujjatlarni o'z vaqtida va to'g'ri tarzda taqdim etishingiz shart. Bu endi oddiy tavsiya emas, balki qat'iy talabdir. Hujjatlarning ahamiyatini tushunmaslik, ularni e'tiborsiz qoldirish sizni shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun muhim bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun vaziyatga jiddiy yondashing. Yuqorida sanab o'tilgan harakatlar rejasiga amal qiling. O'z haqqingizni bilish va uni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Bu video orqali sizga pensiya tizimidagi yangi talablar haqida to'liq tasavvur bera oldim. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki o'z shaxsiy tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga e'tibor berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Toki kelgusi muhim ma'lumotlarni ham o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha